Savol: Alloh taolo Sha'bonning 15-kechasida dunyo osmoniga tushib, ikki kishi, kofir va adovatli kishidan tashqari barcha odamlarni mag'firat qiladimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Avvalambor javobning qisqacha mazmuni bilan tanishtiramiz. Alloh taoloning dunyo osmoniga tushishi faqat Sha'bonning 15-kechasiga xos emas, balki Sahihayn va boshqa hadis to'plamlarida u zotning har kecha tunning oxirgi 3dan 1ida dunyo osmoniga tushishi sobit bo'lgan. Sha'bonning 15-kechasi ham ushbu umumiylik ostiga kiradi. Endi batafsil javobga o'tamiz. Savolda zikr etilgan xabar ba'zi hadislarda kelgan, lekin hadisning sahihligi borasida ahli ilmlarning mulohazalari bor va Sha'bonning 15-kechasining fazilati haqida birorta ham sahih hadis sobit bo'lmagan. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Innalloha la yattali'u fi laylatin nisfi min Sha'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin aw mushahin." Albatta Alloh Sha'bonning 15-kechasida bandalariga nazar soladi va jamiki mahluqotlarini mag'firat qiladi. Faqatgina mushrik va adovatchi bundan mustasnodir. Sunan Ibn Majah 1390-hadis. Az-Zavoid asarida bu hadisning isnodi zaif, Abdulloh ibn Lahiyaning zaifligi va Valid ibn Muslimning tadlisi sababli deyilgan. Hadisda iztirob bor. Uni Doriqutni al-Ilal kitobida 6-mujallad 50 va 51-betida bayon qilgan va hadis sobit emas degan. Muoz ibn Jabal, Oysha onamiz, Abu Hurayra, Abu Sa'lab al-Hushani radhiyallohu anhum va boshqalardan ham rivoyat qilingan, lekin hech bir yo'li zaiflikdan xoli emas. Ba'zilari esa o'ta zaifdir. Ibn Rajab aytadi: Sha'bonning 15-kechasining fazilati haqida bir necha hadislar bo'lib, ularning sahih yo zaifligi borasida ixtilof qilingan. Aksariyat ulamolar bu hadisni zaif sanagan, Ibn Hibbon esa ba'zilarini sahih degan. Latoiful Ma'arif 261-bet. Alloh taoloning dunyo osmoniga tushishi faqat Sha'bonning 15-kechasiga xos emas, balki Sahihayn va boshqa kitoblarda u zotning har kecha tunning oxirgi 3dan 1ida dunyo osmoniga tushishi sobit bo'lgan. Sha'bonning 15-kechasi ham ushbu umumiylik ostiga kiradi. Shuning uchun Abdulloh ibn Muborakdan Alloh taoloning Sha'bonning 15-kechasida tushishi haqida so'ralganda, u savol beruvchiga: "Ey zaif, faqat 15-kechadami? U zot har kecha tushadi" degan. Abu Usmon as-Sobuni E'tiqodi ahli sunna asarida 92-raqam ostida rivoyat qilgan. Uqayli rahimahulloh aytadi: Sha'bonning 15-kechasidagi nuzul haqida zaif hadislar bor. Har kecha tushish haqidagi rivoyatlar esa sobit, sahih hadislardir. Sha'bonning 15-kechasi ham inshaalloh buning ostiga kiradi. Az-Zu'afo 3-mujallad 29-bet. Vallohu a'lam.